Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Hashar yo'li bilan qurib berilayotgan uyga keldik. Ko'klan akamizga hashar yo'li bilan qurib berilayotir edi. Mana ko'rib turgan uyimiz. Bu uyimiz 4 xonadan iborat bo'ladi. Hozirgi kunda qo'l mehnatine muhtoj bo'lib turibmiz. Qo'l mehnati kerak bo'ladi. Почти shu qatorimiz 2 dona перегородкamiz qolgan. Karbishlarimiz bari yetarli. Qo'l mehnatidan yordam bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa 1-2 kun ichida bu karbich ishimiz ham bitadi. Keyingi masalamiz ustini bostirmaga og'ochlar kerak bo'ladi. Bemalol kimda qo'llab-quvvatlash imkoni bo'lsa, og'och bo'lsin. Mana keyingi navbatlarda pollarimiz kutib turibdi. Bu yoqda 2 dona peshimiz joylashilgan. Qo'ldan kelgancha yordam qilaverasizlar. Bu videoni tanish bilishlarga, gruppalarga tarqatib berasizlar va bir dona like bosib qo'yasizlar. Bu likeimiz sizlardan ham, sizlardan pul ketmaydi, meningisi ham pul kelib tushmaydi. Prosta ko'proq odamga tarqalishi uchun именно like kerak bo'ladir. Shu like'ni bosib qo'yasizlar. Kelib yordam qilaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.